Xo'p, demak mo'tadillik bu o'sha tavfiq, hidoyat bilan bog'liq narsa. Yuqoridan so'rangki, menga o'zing insof bergin, tavfiq bergin, o'zimni xatolarimni ko'ra oladigan darajada ochiq qalb bergin deb so'rashimiz kerak. Xo'p, endi minus taraf o'ziga ishonchsizlik. Qobiliyati bor, imkoni bor. Masalan, mana sakrash misolida olaylik. 2 metrli oralig'i haqiqatda qo'ldan keladi, lekin qo'rqadi, yo'q deydi. Mana shu bo'lmaydi. Narigisicha plus tarafi aynan 4 metrli, 5 metrli bundoq turadi, "Yo, men sakrayman" deydi. Kuchi yo'q, anaqa yo'q, ketdi, qulaydi pastga. Mana shu misol, shundan misol qilsak bo'ladi. Bu moddiy misol, jarri misol edi. Lekin bajarilayotgan vazifalar, ma'naviy, ruhiy taraflarni hisobini olib, "Yo, men qila olmayman" deb orqaga tashlash bu yaxshi emas. Bosh ko'tarish kerak. Tushunyapsizmi? Albatta o'zimizni jismoniy, moddiy, aqliy imkoniyatimizdan kelib chiqib hozir o'tamiz. Xohish va imkoniyatlarni bir-biriga muvofiqligi, balansi. Demak, men juda ham o'ziga katta baho berish. Men zo'rman, men anaqaman, ha? Kecha ham intervyuni ko'rib qoldim va ustidan bilmadim endi. Qurilish sohasida biz bilgan bir ikkita insonlar bor-a? Yo'q, men birinchi marta ko'rib turishim uni. Aytayapti, bilmadim endi anu teskari PR uchun chiqarganmi? Men qurilish sohasida eng zo'riman, mendan zo'ri yo'q deyapti. Jiddiy aytyapti. Hayron. Qiziq. Tepasiga o'sha insonlarni qo'yib qo'yibdi. Ular bunaqa da'voda bo'lmagan. Bu odam qayerdan kelib qoldi degan ma'noda. Demak, o'ziga yuqori bahosi juda anaqa. Bahosi juda ham yuqori, ha. Bu o'zimizga zarar bo'ladi. Men haqiqatda shunaqa bo'lganingizda ham odamlarning kulgiga qolasiz. Sal kamtaroq bo'ling. Demak, mo'tadillik muhim ekan. Mana bu ham bundan azroq olib, bunga azroq qo'shib mo'tadil holatda keltirishimiz kerak ekan, ammo oson emas. Oson emas, qiyin. Boshdan aytib qo'yish kerak, qiyin.